gullarni kuzgi gullashi, gullarimizni kuzgi gullash. To'g'ri bahordagidaqa bo'lmaydi-yu, lekin hozir ham yomon emas. Черная магия. Krizantemalarimiz erta-indin ochilib qolishadi. Dolce Vita bir haftadan 38 kun bo'lishi kerak ochilganiga. Mana Tchaikovsky. Чайники Бритни, Лариса. Да, я пройду. Bu xrizantemimiz oqa, xudo xohlasa ertaga gullaydi. Pastel. Pastel. Bu bilmayman, bu qadimgi sortlardan. 37-38 yillik. Gloria Day ochilib bo'ldi. 30 kerak, bu ham qadimgi gullardan Gloria. Bu ham 37 yil. Saks. Pastel. Qay ketyapti bular. Juda hidi. Shirin. Olmani hidi keladi. Qadimgi gullarimizdan keyingi ochilib bo'ldi. Tchaikovsky. Bu shtampdagisi. Tagidan namatay chiqqandi. Namatayni shtamp qo'ygan. Yo boshqa yerga olish kerak, yo baroqqa bo'ylab qo'yish kerak. Juda hidi chiroyli buni ham. Ajoyib hid. Kech kuzgacha gullayveradi. Shu birinchi, ikkinchi yili shu o'qib muchisa rasasidan qutqarib qolsangiz bo'ldi. Pastallajon. Olma hidi keladigan pastallajon. Ekadiganlar diqqatiga Tchaikovskyni ekaveringlar, afsus qilmaysizlar. Bular bu ham shtampdagisi. Haydarland bir haftadan oshdi. Gullaganiga. Prince Mamaka. Собственно, qalamchilarimizda. Mana namatayni buni ham shtamp qo'ydi, mana ochilyapti, xudo xolasa. Bu olib bo'lmaydi, tagidan chiqqanlar. Olib bo'lmaydi, tagini kavlab bo'lmaydi. Shuning uchun teparozdan kesib tashlasam, shundan namatay bo'lib ketadi. Shuning uchun ulab qo'yaverdim, shtamp qilib. Bayda hozir 3-4 shtamp bo'ldi. Mana bu Minerva. Bu Minervani olamiz, boshqa yoqqa ham shtampi mayda qilingan. Ochilib bo'lgani. Bu Bienvenue. Pirisort kelgan. Anjela o'rniga kelgan.
Burkund 82, Burkund 82. Bu ham qadimiy gullardan. Shu 37-38 yillik. Haydarland. Bu ham qadimgi. Bu Sterling Sensation. Eyes for you. Eyes for you. Bu ham Eyes for you. Tunkost. Ashley John uchilyaptilar. Bu нормально. Blue parfum. Juda hidi chiroyli. Ajoyib hidi. Blue parfum ochilib bo'ladi ekan. Ham katta, ham hidi juda chiroyli. Bu Grande Flora hali o'tgan safar aytdim-ku 3D deb. O'sha 3D ni nimasida. Lekin hidi juda shirin. Buni hidi. Sherigini hidi yo'q. Buniki juda shirin. Mana bo'yi 1.60. Mandan ham baland. 1.60 deb mana bo'yim 1.68. 1.80. Bu aspirin. Bu ham aspirin. Xo'tov uchish bilan bundaqa pushti окропление, krapinkalar paydo bo'ladi. Chekkasi hoshiyasi pushti nima bo'ladi bu. O'zi ham bundaqa krapinkalar paydo bo'ladi. Bu Crocus Rose shtampi. Bunisi Azaim Yutersen. Uchiganlari. Hozircha shulardan. Mana Royal Palace qayda gullayapti. Tagida. Bu Royal Palace. Palace Royal emas, Royal Palace bu. Palace Royal u Blitizda. Bu Royal Palace juda rangi chiroyli. To'q siyoring bordovi. Crocus Rose. Bular ko'zga gullashi. Ochilib bo'lganlari, mana ochilib bo'lganlarini kimniki angliyski atirgullar bo'lsa, mana ochilib bo'lgani. Shuni mana bitta bargini o'tkazib, sirab pasrog'idan qirqinglar. Yo'qsa bit bo'lib qoladi. Shunda shunaqa qilib qirqsalaring, mana boshqadan 2-3 bo'lgandan chiqadi. Mana ochilib bo'lgani, mana aytadan kesmaylar mana bu joydan. Sal pasroqdan, mana shu yerdan bitta barg o'tkazib turib keyin kesinglar. Crocus Rose. Mana shtampimiz. Bayda Burkund bilan Larisani nima qilib qo'shib nima qilgandim. Bunga ham 4 yil, 5-yil. Juda chiroyli. Ko'rib turasiz. Kontrast qizil Burkund Larisa. Larisa Lady Emma Hamilton. Mana juda hidi chiroyli. Lekin buni arqiga qilsangiz ham bemalol bo'laveradi. Men 60-70 kisaman. Kuzga borib mana ko'ringlar. Yana 2 metr, 1.82 metr bo'lib ketyapti. Arqaga qilsangiz bemalol nima bo'laveradi. Arkada
Rosmana plitiste bo'lsa kerak. Ay, bu shumi maza qildim. Bu double delight. Mana o'tgan kuzda ekilgan. Nimasi shunchaki tiqib qo'yilgan yerga juda chiroyli o'sdi. Astodil ekkanim mana 3-4 shox chiqardi. Manimcha Восточный экспресс.